Mikrofonimga obzor. Blog yuritishni boshlaganimdan beri menga juda ham ko'p savol aynan mikrofonim haqida keladi. Mikrofoningiz qanaqa? Qayerdan olgansiz? Necha pulga olgansiz? Brendini oti nima? Xullas, mikrofonimning oti Saramonic. Bu Saramonic mikrofonni aslida meni akam pochcheylani turmush o'rtog'imni tug'ilgan kunlariga sovg'a qilganlar. O'zingizlar bilasizlar, pochcheylan narsasi meni narsam. Shuning uchun men foydalanyapman. Chunki pochcheylar ishlatmayaptilar. Bu shunaqa ikkitali mikrofon, bittasi yozish uchun telefonga tiqiladi, ikkitasi ishlatilinadi. Допустим, masalan, hozir bittasi bo'sh turibdi. Ancha vaqt men mikrofonni bu narsasiz, yumshoqchasiz ishlatganman. Qarasam, korobkada mana shu yumshoqchasi bor ekan. Agar yumshoqchasisiz ishlatsam, ovozim juda ham qattiq eshitiladi. Xullas, manbisiz ASMRlarga yaxshi. Agar men bunaqa gaplashadigan format bo'lsa, mana shu bilan ishlatganingiz yaxshi. Agar siz mikrofon olmoqchi bo'lsangiz, maslahatim, aynan bunaqa qimmat yoki aynan mana shu brendning mikrofonini olishingiz shart emas. Juda ham ko'p har xil arzonroq sifatli mikrofonlar juda ham ko'p. Shaxsan o'zim bu mikrofondan nolimayman, chunki zaryadkasi ham anchaga yetadi. Kamdan kam bir oyda bir zaryadkaga qo'yaman. Men bu idishini o'zi как power bankday ishlaydi. Mikrofonni ichiga solib qo'yganimda u zaryadka berib turadi. Xullas shunaqa gaplar. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar. Agar ko'p, qancha desam endi, 1000 ta like yig'sa, keyingi safar Svetimga obzor olib beraman. Xayr.